Assalomu alaykum. Navbatdagi ishimizni arzor qilamiz. Usta Jasur akam oldiga kelganman. Assalomu alaykum. Kelyapsizmi, yaxshimisiz? Rahmat. Aka, shu ishingizni bir razmerlari, bo'ylari haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Aka, bu ishimiz rossiyskiy laminatda bo'lgan. Xo'p, bunimizni razmeriga keladigan bo'lsak, 3.40 balati 2,5 metrda bo'lgan. Rossiyskiy laminatda 100% PVH kromka, vakuum shanning и stolning usti to'rli qalinidan bo'ladi. Rossiya. Ko'rsa orasizlar mana. Xudo xolasa aytgan fason, aytgan razmerlarni tayyorlab beramiz. Xo'p, orqalarini granit qilganmiz. Bu letlari ham chiroyli tushgan ekan. Betlarini xudo xolasa chiroylilar deb qo'yganmiz. Xo'p, bundan biz qo'shib beradigan Bonuslar. moyka, grant, sushilkasi, dastavka uстановkasi bizdan aka. Bu nima, dastlabkamiz qayergacha? Dastavkamiz vodiy bo'ylab qolgan Voha, Samarqand, Toshkent deydiganlarga kelishamiz. Arzonroq qilib berasiz. Xudo xohlasa, bunimizni pagonini 2.600.000 dan qilyapmiz. Agar Oyatullohning kanalidan chiqdim deydigan bo'lsa 2.400.000 so'mdan qilib beramiz. Rahmat. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudosi usta akamiz sifatli, arzon xudo xolasa qilib tayyorlab beradi. Xudo xolasa. Usta aka. Xudo xolasa xizmat qilamiz. Hop. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Rahmat usta aka.